Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdık Hacıroğlu. Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü islaq 2023 yıl 3. ayının 28. günü haftaya. Seyşembe vatandaş. Bugünkü vaziyetimizin eysak tünegillerden Amerika Koşmuş Ştatlarının Devlet Meclisi Cunguğu qarata yana iki parça el qılğış digidek intayin nazı kanunlayı maqılıdı. Birincisi Cunguğuna terakki qılıvatqan devlet işkelligini inkar qilish yoki rad qilish. İkincisi her bir canның, yaş balalarning jigar böreklerini setip, soğudu qılıvatqanligini cheklash. Doğrusu da iki kanun loyiha ma'qulladi vatandaş. Amerika Devlet Meclisining Xitoy qaratgan kanun loyihalari barg'ansiri inchikilishishga va nozuklashishga qarapmoqda. Bugün şu doğrudu vatandaşlara leksiya söyleyeceğimiz vatandaşlarım. Mavzumundaq. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam Palatasi Cunguga munosabatda qonun loyiha ma'qulladi. Cungu taraqqiy qilayotgan davlat emas. Ichki a'zolarni kesishni to'xtatish va cheklash. Mavzulu xabar 28. günü Amerika ovozning Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi 3. ayning 27. günü, yani haftaning 1. günü Cunguga munosabatli iki turli qonun loyiha ma'qulladi. Buning ichida bir qonun loyihada Cunguni taraqqiy qilayotgan davlatlar qatoriga kirgizmaslik talab qilindi. Yani bir qonun loyihada ichki a'zolarni kesishni cheklash jumladan Jungo Kompartiyasini o'z ichiga olgan ichki a'zolarni majburiy kesishni cheklash va ichki a'zolarni setish va bedikchilik, yani odam bedikchiligi qilguvchilarning mas'uliyatini surishda qilish talab qilindi. Taraqqiy qilayotgan davlat emas, kichik mavzu. Avam Palatasi 0'ga qarshi 115 bilet bilan ma'qullashning natijasi qarshiliksiz ma'qullandi. Bu qonun loyihaga Junxo Xalq Cumhuriyati taraqqiy qilayotgan davlat emas qonun loyihasi deb ism qo'yildi. Bu qonun loyihada Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi xalqaro tashkilotlarga ta'sir ko'rsatib, Cunguni yuqori kirim yoki o'rta yuqori kirim qiladigan taraqqiy qilayotgan davlatlar qatoriga kirgizib, amdi taraqqiy qilayotgan davlat deb qaramaslik talab qilindi. Taraqqiy qilgan davlatlar bilan taraqqiy qilayotgan davlatlar ikki hukmchimi vatandosh. Hozir men to'liqlaymiz bir ikki jumlada. Taraqqiy qilayotgan davlatlar qatoriga kirgizib, amdi taraqqiy qilayotgan davlat deb qaramasligimiz lozim deb talab qilindi. Qonun loyihada Amerika Davlat Mahkamasining bu xalqaro tashkilotlarga tushuntirib, Cunguni taraqqiy qilayotgan davlat deb qaramaslik talab qilindi. Bu qonun loyiha Cunguning dunyo sahnasida taraqqiy qilayotgan davlat qatorida bahramandlikka erishmasligini kafolatga ega qiladi. Bu yerda taraqqiy qilayotgan davlat deganda taraqqiy qilgan davlat tamomladi jarayonni degan gap. Taraqqiy qilayotgan davlat hozir taraqqiyotning yo'liga chiqdi degan gap. Bu xalqaro qonunda balki davlatlar o'rtasida munosabatlardimi? Shuna qaror qilinganmi? Men buningda xabarim yo'q-ekan, biroq gap shu ediki, agar bu davlatni taraqqiy qilayotgan davlat desa, mayli Jungo, mayli boshqa davlatlar bo'lsin, taraqqiy qilayotgan davlat desa,
Onun bulupmuş terakki kılgan 7 devlet, 8 devlet görüyor bağı. Hani şu devletler, bu devletlerge mesela terakki kılıvatkan devlet dep qaralgan devletke yardım beriş gerek ki vatandaşım. Mesela Yaponiya bilen Jungo diplomatik münasebet ornatkandan keyin neçe yıl anlatkandan keyin ötken yıl 2021 yılı 3. aygacha vatandaşım. Jungo'nu tahminen 1 trilyon Yaponiya yeni bilen haksız təminledi vatandaşım. İsmi yok, kerimi yok, birimi yok. 1 trilyon Yaponiya yeni bilen. 20-30-40 yıl geçer. Jungo degen, bugünkü Jungo degen, mana muşununla üyürtür işte. Amerika'nın bagen gep dollarını, bu san isimde kalmaptı, keçirinler. Amerika'mı Jungo'ga terakki kılıvatkan dollar dep, her yıl takı Saudi'de itibar beriş. Tüm başka, yani Saudi'deki tətirip balans pəriktin başka. Aşı pul Amerika'nın yançığıdın Jungo'ga ketivatkandan başka yana terakki kılıvatkan devlet dep, 300 milyar dolar her yılı beradigan şuna pul bar ekan, o pulning soni esimde qolmabdi. 2021 yılı 3. ayda Yaponiya amaldan qoldirdi, bekor qildi. Şungacha 1 trilyon Yaponiya yen Jungo'ga yordam berilgan vatandaş. Bugun endi senni biz terakki kılıvatkan devlet dep qarmaymiz. Sen terakki qilgan devlet. Sen terakki qilgan devlet bo'lg'achqa endi biz xalqarada beradigan bu yordamlarni devletler ve xalqaro tashkilotlarga tushuntirib amaldan qoldiramiz. Sening terakki qilayotgan devlet ekanligini amaldan qoldiramiz. Qonun loyiha ma'qullandi. Necha 415 ovoz bilan vatandaşı. Bu demek beka Jungo'lukdan yanchiqqa kirdigan dollar shu yerda to'xtab qoldi degan.